Assalomu alaykum, yoshlarga yangi kun muborak. Yozida osmon ostida jannat makon yurtimizda yana bir ajoyib kun va yana bir samimiy tabrik. Dilimdagi izhorlarim loyihasi yana xonadoningiz mehmoni va biz boshladik. Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chiroyli yuzli, shirin so'zli oila a'zolarining mehriboni Mahbubaxon ismli onajonimiz bilan bog'landimmi? Rahmat. Onajonim, sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, Allohga shukr, yaxshi. Avvalo uzr bezovta qilgan bo'lsak, ming bor uzrlar so'raymiz. Bugungidek faizli kunlarning sohibi ekansiz. Shunday go'zal yoshingiz payg'ambarimizga ummat bo'lgan 69-bahoringiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Qanchaliklar sog' bo'lsin. Minnatdormiz. Go'zal kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, tanajon salomatligini tilab qolamiz. Onajonim, ayni daqiqalarda biz sizni dilimdagi izhorlarim jonli qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bizning qo'ng'iroq loyihamizga go'zal bir dilnomalar kelib tushgan ekan. Kim deb o'ylaysiz? Bizga murojaat qilgan yaqinlaringizdan taxmin qilib ko'ra olasizmi, chiroyligim? Nima o'g'lim bilan nima bo'lsa kerak, kelinim? Albatta, juda ham to'g'ri taxmin qilyapsiz. Albatta, go'zal kuningizda Kamilog'im bilan sherzod bo'lsa kerak. albatta barcha oila a'zolaringiz, barcha yaqinlaringiz, xususan nabiralaringiz Boburbek, Abubakir, Muhammad nomlaridan asosiy tabrik yo'llovchi o'g'lingiz Sherzodbek aka hamda kelin qizingiz Komilaxon opalarimiz murojaat qilganlar. Rahmat. Minnatdormiz. Alloh rozi bo'lsin. Aytganingizga sin. Ilohim shu yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni baxtli umringiz ziyoda bo'lsin. Ruxsat bersangiz, farzandlaringiz, kelin qizingiz sizdan minnatdor bo'lib cheksiz rahmatlar ila go'zal niyatlar maktubini, she'rlarni yozib qoldirishgan ekan. O'qib eshittirsam maylimi? Hozir anaqa mashinada edim-da, qizim. Qo'loradim. Mayli, qulog'ingizga tutsa aytladim. Assalomu alaykum, shirin so'zligim. Farishtam, mehribonim, onajonim, sizni bugungidek faizli kuningiz bilan chin qalbimizdan, chin yuragimizdan tabriklaymiz. Qalbimiz guli, mehribonimiz, siz bor ekanligingiz biz farzandlaringizning eng go'zal baxtidir aslida. Yo'llarimizni doim duolar qilib yorituvchi Shiroqbonim, menga, bizga, hammamizga hayotning pastu balandini, oq-u qorasini tanitgan muallimimsiz. Allohim umringizni ziyoda qilsin.